Yuk tushirolinglarmi? Acha ajratilgan pul bor. 25 million o'sha ham beraveringlar. Hop. Siz ham oxir paytlarda oshig'ingiz olcha bo'lib ketdi ya. Tochkalarni ham 3-4 ta qilib tashladingiz Grill House'da. Buni siri nimada? Bizga ham o'rgating, biz ham boyaylik. Buni hech qanaqa siri yo'q. Ayolingizga vaqti bilan sadaqa qilib tursangiz, ishlar besh bo'laveradi. Xotinga sadaqa qil deb, xotin quli bo'lib ketibsan. Sadaqani birinchi ota-onaga qilinmaydimi? Ota-onaga sadaqa qilinadimi? Topgan tutganimiz ota-onamiz-ku. Sizlarni bilmadim, men topganim har kun yetirib beraman ota-onamni. Men sizga tushunman. Qanday xotinga sadaqa qilsa, boy, baxtli yashaydimi, o'rta? Bu gapni o'zim top gapirganim yo'q. Mana o'zingiz boshladingiz o'rtoqni. Haqiqiy o'rtoq turmush o'rtog'ingiz bo'ladi. Boringizda ham, yo'g'ingizda ham bir musibat boshingizga kelganda, mana o'rtog'ingiz yo'qolib qoladi. Yoningizda haqiqiy turmush o'rtog'ingiz turib beradi. Boy bo'lish uchun demak, xotinga sadaqa qilish kerak ekanda. Ha, to'g'ri aytyapti. Shuning uchun yuravermasdan tezroq uylan.